Alisher Navoiy o'zbek adabiyotining asoschisi, buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi. Buyuk mutafakkirning boy ma'naviy merosi bugungi kunda ham xalqimiz uchun bebaho xazina bo'lib xizmat qilmoqda. Alisher Navoiy o'zining beqiyos adabiy va ma'naviy merosi bilan o'zbek xalqining milliy iftixori, butun turkiy dunyoning buyuk siymosi hisoblanadi. Uning asarlari bugungi kunda ham yosh avlodni ezgulik, ilm va yuksak axloq ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Qo'shi yosinmi deng, ko'zi qarosinmi deng, ko'nglima har birining dardu balosinmi deng.